zamonini ishlardan o'rgilaydi. Bu ishlarga yig'layinmi yo kulay? Olib qo'yib akam ikki xotinni, endi deydi qaysi biringa bo'lay? Olib qo'yib akam ikki xotinni, endi deydi qaysi biringa bo'lay? Biri quruq, biri esa ho'l deydi. Biri asta, biri tezroq bo'l deydi. Biri quruq, biri esa ho'l deydi. Biri asta, biri tezroq bo'l deydi. Birini suyib yo'qlab qo'ysang ikki bor, ikkinchisi er bo'lmayin o'l deydi. Biri quruq, biri esa ho'l deydi. Biri o'zbek, biri ruscha bo'l deydi. Birini suyib yo'qlab qo'ysang ikki bor, ikkinchisi er bo'lmayin o'l deydi.